Assalomu alaykum hurmatli yurtdoshlar, Fikrat tahlili dasturining navbatdagi sonli efirda bugun tarix haqida suhbatlashamiz. Studiyada professor G'aybulla aka Boboyorov. Assalomu alaykum. Domla xush kelibsiz. Demak, biz yana turkiylar haqidagi ko'rslarimizni davom ettiramiz va siz demak 6 oyda turkiy xalqlarining beshiklaridan biri bo'lmish hudud 6 oyda bo'lgan konferensiyadan qaytib keldingiz. Demak, bugun biz 6 oy haqida gaplashamiz. Birinchi savol, umuman 6 oy atamasi haqida. Qayerdan Oltoy yoki Altay? Bugun biz endi Altay deb yozdik. Endi o'zbekchada Oltoy yoziladi. O'zi butun turkiy xalqlarda Altay A bilan. Endi bizda bilasiz, o'sha 40-yilda 1940-yilda lotin yozuvidan kiril yozuviga o'tish paytida ayrim fonetik tovushlarimizni, boyagi unli tovushlarimizni o'zgartirishga qaror qilishdi va shu bilan bizning boyagi ming yillardan beri turkiy xalqlar yo'lboshchilik qilib muloqot tili vazifasini bajarib kelayotgan o'zbek tilining payini qirqishdi. Ya'ni oldin Toshkent Boboyorov yozilgan bo'lsa, 1 yildan o'tmasdan 39-yilda shunday yozgan bo'lsa, 40-yilda Toshkent Boboyorov yozadigan bo'ldi o'zbeklar va butun qo'shnilari keyin buni O deb o'qiydi, biz A o'qiymiz. Shuning uchun tushunmaydi. Biz kallani bosh deb yozamiz. Turklar, qozoqlar, qirg'iz og'aylarimiz buni bo'sh deb o'qiydi. O'zi bosh. Ya'ni O bilan A'ning bir orasida tovushimizda, lekin buni O ga almashtirib yuborishdi va shuning natijasida biz hozir Oltoy deb yozyapmiz. Aslida mana ekranda boya qo'yilgandek Altay A. Mana Qozon tatarlari ham xuddi bizda Toshkent, Boboyorov, Oltoy deb aytadi, lekin hech qachon ular do'maloq nima bilan yozmaydi. Xuddi shunday Uyg'urlar ham xuddi bizday talaffuz qiladi. Ular ham Toshkent deb aytadi, hech qanday Toshkent yoki Toshkent demaydi, Toshkent. Lekin A bilan yozadi ularda ham aslida. Shunaqa bitta ikkita harfni o'zgartirish orqali ham bitta oqib turgan irmoqni, bir daryoni o'zanni burib yuborish mumkin ekan, oqib turgan qon tomirni kesib to'sib qo'yish mumkin ekan. Mana hozir o'zbek tili bir vaqtlar ham yozilganda, ham eshitganda to'liq tushunishardi biz qardoshlarimiz, yon atrofdagilarimiz. Endi kunga kelib bizni eshitganda tushunishyapti, o'qiganda nega bunday yozasizlar deb qo'yadi. Nega bunday yozasizlar va buni ma'nosini tushunmayapti-da. Shunday vaziyatlarga duch keldik. Endi Oltoyga qaytadigan bo'lsak, bu Oltoy so'zi aslida qadim turk Urxun Inasoy bitik toshlarida oltin deb yoziladi. Oltin. Oltin. Endi nima ma'nosi o'zi hozir Oltoy tog'larining ma'nosi shundoq ham o'sha qadimgi Oltoy, ya'ni turk va ularning qardosh xalqlari tilida oltin ma'nosini bildirgan deydi. Altang degan bir so'z bo'lgan. Altang, ya'ni ne bir harf borda Urxun Inasoy bitik toshlarida nini ustiga bunday nima qilsangiz niya deb mana ispanlarda bor, ispanyola deb yozadi. Nening ustiga nima qo'yadi? Bizda boyagani ningdagi niya emasmi? Yo'q, masalan, qanday tushuntirsa bo'ladi? Masalan, qo'y so'zini turklar qo'yon deb aytadi, qo'zichoqni onasini. Shunda qadimgi turkchasida aslida qo'y bo'lgan. Shu o'zbeklar qo'y olyapti, turklar qo'yon olyapti, qo'y. Hozir bu harf tovush yo'qolib ketgan, yegan, nega almashgan holati bor. Masalan, hozir mo'g'ullar oltin so'zini oltan deydi. Oltan. Ya'ni n bo'lib n emas. Shunday oltan va Oltoy degani o'sha, ya'niki Oltoy tillarida, Oltoy tillari deganimizda biz turk tili, mo'g'ul tili, tungus majur tili, koreys, yapon tillarini tushunamiz, qardosh tillarda. Shu Bobo Oltoy til oilasi bor-da. O'shalar birga yashagan tog' paytida bu Oltoy deb aytilgan degan bir qarashlar bor. Lekin bitik toshlarda o'rda bu oltin deb yozadi. Oltin desh, oltin tog'lari deyilardi. Bu shu oltin bilan bog'liq? Ha, albatta oltin tog'. Tilla. Tog'ni o'sha tilla oltin bilan bog'liq bo'lgan. Keyinchalik mana shu mahalliy boshqa bir varianti bo'lgan Oltoy olindi va hozirgi mana o'sha Oltoy deganda ham shu ko'proq oltin tushuniladi. Nomli tong qaysi? Tong so'zimi? Tong so'zi turkiy so'z bu. Men aytmoqchi bo'lganim oltong bu ali oltong emasmi? Ya'ni qizil tong ma'nosi emasmi? Unaqa emas. Bu yerda asosan chunki o'sha yozma manbalarda oltin deb uchraydi-da. Shuning uchun oltin deganda ham, ya'ni oltin tog' deb, hatto greklar Turk xoqonligi davrida bu yerlarga elchi bo'lib kelgan paytda o'sha Turk xoqoni oltin tog'ning ustida o'tiradi
uning taxti o'sha tomonda deydi. Demak, bizning turkiylarning kelib chiqishini hududi bu aynan tilla bilan bog'liq. Tilla, ya'niki balkim bu yerda bir tashbih, o'xshatish, nima bir qanaqadir bir muqaddaslashtirish yotsa kerak-da. Har bir xalq o'zining hukmdorini, poytaxtini qanaqadir ulug'vor so'zlar bilan aytish bo'lgan. Masalan, mana bu xitoyliklar o'zlarining hukmdorlari oltin taxtda o'tiradi yoki o'sha dunyoning markazida o'tiradi deganda, yoki qadimgi turk hukmdorlari haqida gap ketganda o'tov oltindan edi deydi, yarqirab deganda, balkim oltindan o'tov qilinmagan bo'lishi mumkin, lekin shuni oltinga tashbih, o'xshatish qilgan, ya'ni shu darajada ulug'lash. Ya'ni Toshkentni masalan, Toshkent azim, Buxoroy sharif deganda oltin bu turkiy xalqlarining yoki turkiy xalqlarning qarindoshlari, umuman ularning ota bobolari bo'lgan Oltoy xalqlarining balkim shunday bir oltinday bir toza, sof vatani, yurti degan ma'noda shunday qo'yilgan bo'lishi mumkin. Endi domla Oltoy bu hudud sifatida oltin bilan bog'liq ekan. Shunday. Endi Oltoy til oilasi haqida aytadigan bo'lsak, bu ham hudud bilan bog'liqmi yoki millat nomi bilanmi? Oltoy degani o'sha Oltoy tog'laridan tarqalgan degan gipoteza bor, ya'ni o'sha 5 ta boya sanab o'tgan xalqlarimiz yapon, koreys, bu hali gipotezami, bu aniq emas? Yo'q, bu isbotlanmadi haligacha. Ayrim olimlar keyingi vaqtda Oltoy til oilasi degan bir tushuncha, bunaqa bir atamadan voz kechishimiz kerak. Chunki masalan Hind Yevropa til oilasi bor. Ularning tili isbotlangan yaqinligi. Butun qarindosh termin atamalari bir, sanoqlari bir. Eng birlamchi ko'p ishlatiladigan so'zlari bir. Bu tojiklarda bo'ladimi, inglizlarda bo'ladimi, fors, ruslarda bo'ladimi, deyarli bir. Oltoy xalqlarida unaqa emas. Uzoqlashgan sari masalan yaponlarda juda ham darajasi foizi tushib ketadi, koreyslarda biroz yaqinlashadi biz tomonga, tunguslarga kelganda yana ozgina ko'tariladi. Mo'g'ullar bilan turklar orasida yaqinlik, tilida o'xshashlik juda ham ancha ko'p. Yapon bilan turkcha, yapon bilan koreyschada nisbatan oz. Shuning uchun Oltoy ham bularda qarindosh urug' terminlarida boshqalarida uncha o'xshamaydi deyish bor. Keyin sanog'i o'xshamayapti. Shunga qarab bundan voz kechish kerak. Faqat o'xshash so'zlar uchrashi, bu faqatgina qo'shnichilik, aralash yashash, qaysi bir 3000-4000 yildan beri qo'shni yashagandan so'zlar o'tib qolgan, tub asosiy ishlatiladigan so'zlar o'xshamaydigan misollar keltirishyapti. Shuning uchun ikkilanib turishibdi, lekin bu balkim siyosiy nima ham bo'lishi mumkin. Oltoy dunyosini parchalash uchun ham qilinayotgan bo'lishi mumkin. Ayrim olimlar bilib bilmasdan degan qarashlar ham bor, lekin men ko'p konferensiyalarda o'sha Oltoy til oilasiga qarshilarni borgan sari ko'payayotganini ko'rdim, lekin kecha shu 17-19 yil kunlari Oltoy o'lkasining Barnaul boshqaruv markazi Barnaul shahrida bo'lganimda ko'pchiligi buni nima qildi? Yo'q dedi, Oltoy tili bor. Buni juda endi dedi, uni yo'q deyuvchilar ham dedi, jihat tillarini, yapon tilini ham, koreys tilini ham, turkiy tillarini ham birlashtirib chiqarayotgan yo'q bular, bir nimani bu fikrga kelayotgan yo'q. Ya'ni demoqchi bo'lganim, masalan bir Aleksandr Qadirbayev degan bir olim qatnashdi, juda mashhur olim, rossiyalik, o'zi kelib chiqishi negizi qozoqlardan, qozoq qardoshlarimizdan. U kishining ko'p maqollalarini o'qiganmiz, ular bilan bir 5-6 soat gaplashib yurdik. Yo'q dedi, bor bu narsa deganday ko'proq nima qilyapti. Yoki boshqa olimlardan ham so'raganimizda, masalan o'tgan safar bir oycha oldin Chuvashiyada bo'lganimda Yegorov degan olimlar bor, chuvashlardan, yaxutlardan bu gipotezaga qarshi chiqqanlar bor edi. U yerda yo'q, bu albatta qandaydir o'xshashlik bor degan. Agar Oltoy til oilasi, Oltoy degan alohida bir xuddi Hind Yevropaga o'xshab mavjud bo'lmasa, unda Oltoy to'liq turkiylarniki bo'lib qoladimi? Ha, shunday. Chunki Oltoy turkiy oila bo'lib qoladi. Faqat turkiy til oilasi degan. Turkiy til oilasi bo'lib qoladi. Shunday deyapti. Chunki mo'g'ullar bilan leksikadagi 25% o'xshashlik, grammatikadagi 50% o'xshashlikni ham hattoki o'zlashma, qo'shnichilik deyapti. Ya'niki genetik, etnik qarindoshchilik yo'q degan borgan sari ko'p maqolalar yozilyapti, lekin men ularni qarang, qiziqda Oltoy tili oilasi bor deb misol keltirib chiqarilgan kitob, maqolalarni o'qisangiz, haqiqatan ishonib qolasiz. Yo'q deganini o'qisangiz ham ishonib qolasiz. Chunki hamma shunga yarasha dalillar qo'llarida o'sha o'rnaklari borda.
Endi masalan, lekin baribir rossiyalik turkologlar Anna Dibo, uni yana bir nechta nimalar Altay Dictionary yozgan edi bundan 10 yillarcha oldin. İngliz tilida shunda 2,5 mingta so'zni o'xshat. Ayniqsa to'p yaqin eng ko'p ishlatiladigan so'zlarning o'xshashligini haqida ingliz tilida yozgan edi. Katta bir 2,5 mingta so'z degani u davrlar uchun juda ham katta bir nima deydi, dalilda buni rad qilish ham qiyin, lekin rad qilib yozayotganlar ham bo'lyapti. Rad qilib yozayotgan, masalan, Vovin degan olim bor edi. 1-2 yil oldin Coviddan o'tib qoldi u kishi, rahmatli bo'ldi. Aleksandr Vovin 60 bet maqola yozib, bularning o'sha 500 betlik kitobini tanqid qilgan edi. Bular keyin 120 betlik maqola yozib, bir kitobda yana nima qildi. Ya'ni Aleksandr Vovin nima dedi? Bo'lmagan til oilasining lug'ati haqida deb. Keyin bular o'sha Vovinga ham javob berishdi. Uning kamchiliklarini topishdi, u keltirgan faktlarni, dalillarini tanqid qilib rad etishdi. Demak, qizig'i shundaki, Oltoy til oilasi, Oltoy til guruhi degan narsalarga Yevropa, Rus, jahon olimlari aralashib nima qilib yapti. Afsuski, o'zbek olimlaridan men deyarli bunda o'zini ulushi, shu bo'yicha munosabat bildirganlarni ko'rmaymiz. Men 2023-yilda yozgan o'zbek tili tarixi kitobida birozgina bir 5-6 sahifa bet to'xtab o'tdim bu masalaga. To'g'ri va noto'g'ri taraflarini ko'rsatib o'tdim. Ya'niki o'zbek tilshunoslarimiz, tarixchilarimiz ham bunga o'zini qo'shilib bu tortishuvga kirishi kerak ekan degan o'yga keldim. Chunki biz tilimizning to'g'ridan-to'g'ri tilimiz turkiy til bo'lsin, Oltoy til oilasi bo'lsin, o'zbek tili shu tomonga tarix borib taqaladi. Ya'ni bunda tilni o'rganish orqali tariximizning arxeologik manbalarda, umuman yozma manbalarda aks etmagan tomonlarini topa olishimiz mumkin-da. Nomla qarang. Masalan, bu Oltoy til oilasi degani qadimda demak bitta millat bo'lgan, ya'ni bitta qavm bo'lgan. Mana shundan hamma tarqagan deganini bildiradi. Ya'ni o'sha bir jamoa, bittasi Koreya tomonga, bittasi suvdan o'tib Yaponiyaga ketdi, bittasi bu yog'i Konstantinopolgacha yetib oldi, oxiri Istanbul bo'ldi. Bittasi Sharqiy Yevropaga ketdi, vengerlar shunday va bolgarlar, shular mana shuni bildiradi. Demak, bir jamoa, ya'ni agar bugungi til bilan aytganda bir millat bor edi, u hamma yoqqa tarqagandan keyin bir-biridan mustaqil yashash oqibatida tillari ayirlashib ketdi. Ming yillar o'tish, ya'ni 7000, 6000 yil oldin yuz berdi dedi. Ya'ni miloddan oldingi 5000 yillikda hammasi Oltoy tog'ining etaklarida yashar edi, hali bitta tilda so'zlashar edi. Taqdir taqozosi bilan bir qismi sharqiy tomonga ketdi, bir qismi g'arbiy tomonga ketdi. Bir-birini shunday shimol ketdi va o'rmonlarda orasida qanaqadir daryolar bo'yida 1000 yillar, 2000 yillar yana alohida bo'lak yashab, yana bir tilning bir boshqa so'zlar qo'shnilardan oldi, o'zlari yangi so'zlar topdi. Fonetik o'zgarishlarga uchrab, bu Oltoy tili borgan sari bir-biridan uzoqlashdi degan qarash 100 yillardan beri aytilib kelyapti. Qarang. Demak, shunda Oltoy millati bormi? Endi yo'q, buni aytayapman, buni chuqur o'rganmasdan turib bor ham deb bo'lmaydi, yo'q ham deb bo'lmaydi. Bu gipoteza, bir faraz. Qarang, lekin men kecha o'sha yaqinda Chuvashiyaga borganimda qarayapman, Chuvashlarda shunday so'zlar bor, boshqa turkiy tillarda yo'q, yaponlarda bor, koreyslarda bor, mo'g'ullarda bor. Buni nima bilan aloqali deb izoh ochiqlamasini so'rasangiz, endi bu turklarning bir guruhi o'sha hali ular bilan qo'shni yashayotgan paytda qaysidir bir o'rmonlar orasiga kirib ketdi-da, o'sha paytdagi holatni bu 3000 yilmi 4000 yil oldin bo'lganda shu holatda saqlab qoldi. Ya'ni qo'shni olgan so'zlar edi deganday bo'lyapti. Masalan, oq so'zini Chuvashlar shira dedi. Bolg'or, ularning bobolari sari, shira, shirg'a deb aytgan. Mo'g'ullar hozir ham o'sha yoki yaponlar shira deb aytadi oqni. Yoki chag'anam deydi-yu, yoki yaponlar ham shira dedi. Shira deb aytadi. Bu nima bilan bog'liq desa, tasodif shunday o'xshab qolganmi yoki o'sha qo'shni turgan paytda 4000 yo 5000 yil oldin shunday kelib ketib qoldimi, uni ham ayta olmayapti-da. Yoki qiziq, butun turkiy xalqlarda bugungi kunda r, l, sh bo'lgan so'z oxirida, so'z o'rtasidagi tovushlar mo'g'ullarda ham, koreyslarda ham, yaponlarda ham, shunday chuvashlarda ham birday saqlangan. Turkiylarning 30 bittasida o'zgargan. Bugungi bittagina chuvashlarda shu yapon koreyslarda qanday bo'lsa shunday bo'lib qolgan. Masalan, chol deydi toshni, koreyslar tol deydi. Mana shunga o'xshash. Yoki oshda ol deydi koreyslar, yoki
ishni il deydi, shunga o'xshash nimalar borda izlarini ko'rsatsa bo'ladi. Birgina 1-2 kun yurgan paytimning o'zidayoq men mo'g'ul tilidan ancha-muncha xabarim bor, koreyschadan ham eshitganlarim bor. Shunday chuvashcha bilan juda ham o'xshashlardi. Ya'ni unda qanday ochiqlash mumkin? Oltoy til oilasi yo'q deyuvchilar buni qanday izohlashi mumkin-da endi. Ya'niki bu tillarni qarindoshmi yoki bitta ildizdan o'sib chiqqanmi, uni aniqlash uchun juda ham chuqur, juda ham ko'pchilik olimlarimiz shu tillarni bilgan, shevalarni bilgan holdagina bu ishga kirishmasa, bir yevropalik olim turib yo'q, bularda sanoq bo'lmagan paytda ayrilib ketgan bo'lsa-chi degan savol qo'yapti-da ba'zi olimlar. Nimaga? Ya'ni bir til oilasining bir-biriga qarindosh bitta oila ekanligini aniqlash uchun kerak bo'lgan asosiy omillardan bittasi sanoq deydi-da. Lekin sanoq bo'lmay ketgan paytda shunday xalqlar borki, sanog'ini qo'l bilan sanaladigan 10 ta raqamni o'zining ona tilida aytadi, qolgan raqamlarni boshqa qo'shni tillardan olib aytadi bugungi kunda. Shunday holat bor. Mana koreyslarda ham shunday xitoycha aytadi ko'p katta sonlarni. Yoki ota-ona bilan bog'liq so'zlar. Bir o'zimizning O'zbekistonda ota-ona bilan bog'liq, qarindosh urug'chilik bilan bog'liq o'nlab so'zlar farqlanib yotdi. Ona deymiz, aja deymiz, aya deymiz, ina deymiz, opa deymiz, shunday bo'lib yotibdi. U tasavvur qiling, bizdan 5-6 ming chaqirim uzoqlikdagi qardoshlarimiz ram boshqacharoq aytishi mumkin. Mana lekin qizig'i koreyslar onani amoji deydi, qadimgi turkchada ham ama, ya'ni ji degani onajon degan ma'nosida, amoji, onajim qadimgi turkchasi. Yoki otani aboji deydi. Aboji degani turklarda o'zi bitik toshlarda ota ma'nosida apa so'zi kelyapti. Obo deydi. Obo ajdodimiz degan so'zlarda ham ishlatiladi. Mana ya'ni qarindosh urug'chilik terminlari ham o'zgarib ketar ekan. Bir o'zimizning nimasida qancha holatlarni kuzatamiz. Toshkentliklar hozir ada deydi, ko'pchilik dada deydi, ota deydi. Shunaqa holat bo'lishi ham mumkin. Demak, Oltoy hozir Oltoy men borib kelgan joydagi oltoyliklar bular o'zini shu asrimizni boshlarida Oltoy kishi deb ayta boshladi. Oltoy tog'i atrofidagi yashovchi aholi deb. Bular 50 mingcha soni bor xalq. Ular qadimgi Oltoy til oilasidan farqli. Ya'ni Oltoy kishilarni Oltoy til oilasidan farqli. Ya'ni Oltoy kishilar bular turkiylarning bir qozoq, qirg'iz, o'zbek, turkman deganda bir guruhi, bo'limi. Ya'ni ular o'sha qadimgi Oltoy millatidan emas. Ya'ni o'shalardan uzoq nevaralar avlodi, lekin ming yillar davomida shunday Oltoy kishi, Oltoy deb aytib kelinmaganda bular. Bular nomi o'zgarib turgan. Kimlar yashagan bu yerda? Bular o'sha 20-yil, 1920-yillargacha O'yrot deb yuritilardi. Yoki har xil qabila nomlari bilan atalardi, keyin yig'ilishib Oltoy kishi deyilaylik endi bundan keyin deb. Ya'ni bir nomda umumiy bir birlashuvchi nomlar qabul qilinadi. Bizda ham shunaqa holat bo'ldi. Turk, o'zbek, sart deganday bo'linib yotdi. Keyin taqdir taqozosi umuman davr talabi bilan bitta nom tanlandi. Mana qozoq og'aynilarimizni ham qirg'iz deb yurishdi. Qirg'izlarni qora qirg'iz deb atashdi. Hatto rasmiy nimalarda ham Qirg'iz Respublikasi dedi. Keyin 1936da bular o'zini qozoq deb o'zgartirishdi. Mana shunaqa nomlar degani ham salgina o'zgarib turadi. To'g'risida, agar yana bir 50 yil to'xtab ketsa edik, agar Sovet parchalanmaganda biz ham hozir Sovet kishisi, Sovet xalqi, millati nima desa Sovet deb yurgan bo'lardik. Mana shunday holatlar. Rahmat, mana bu yerda hozir muxlislarga tushunarliroq bo'lish uchun nima to'g'risida gap ketyapti? Hurmatli muxlislar, Oltoy til oilasi haqida emas, Oltoy kishilar haqida so'zlashamiz. Oltoy kishilar haqida. Bu mana Oltoy til oilasi to'g'risida umumiy ma'lumot berilgan Fin-Ugor til oilasi bilan birgalikda demak juda katta oila, kamida demak turkiy tillarning o'zi 32 ta bo'lsa agar, ya'ni 32 ta xalq deyiladigan bo'lsa, 32 ta millat, bunga endi Mo'g'ul, Tungus Manjur, Koreys va yaponlarni qo'shadigan bo'lsak, anchagina katta oila bo'ladi, lekin mana hozir professor G'aybulla aka aytganlaridek, bu oila yo'q degan bir faraz ham ilgari surilyapti va bunga asoslar ham berilyapti. Masalan, Hind Yevropa tillarining asosi birligi to'g'risida ulardagi o'sha asos bo'lgan so'zlar deyarli hammasida bir xil u yoki bu shaklda uchrashi to'g'risida aytib o'tilyapti. Demak, bugungi kundagi lekin biz mana shu Oltoydagi xalqni biz o'sha tub aholi, ya'ni mana shu Oltoy
oilasiga asos solgan deb ayta olmaymiz, shundaymi? Hozirgi Oltoy kishilarning tilinimi? Yo'q, uning tarmoqlaridan biri deb ayta olaman. Xuddi o'zbek tiliga o'xshaydi. Shunday. Ya'ni bu yerda juda ham murakkab qarang. Bu xaritadan nimani aniqlab olish juda ham bir matematika bo'lib yotdi-da. Bu yerda 11. Yo'q, bu yerda tepada aytilgani kimlar manasalar ati 6 tuva tili ekan. O'zbek tilini qanday ati 20 deyapti. Mana O'zbekiston hududi mana bu yerda ati 20. Mana shu atroflarni ko'rsatyapti. Ya'ni bu murakkabroq ekan. Bu xaritadan nima chiqarish qiyinroq. Juda ham soddalari bor edi, ancha ranglar bilan ko'rsatiladi. Yo'q, bor. Bu yerda ataylab hammasini belgilanganini yig'ib chiqqan, ya'ni kim qayerda qancha bor degan ma'noda. Qarang, domla, endi agar o'sha farazni to'g'ri deb olsak, masalan shu deylik, bulardagi so'zlar mana yaponcha bilan o'zbekchadagi yapon tili va o'zbek tili juda bir-biridan jiddiy farq qilishini asos qilib bular buni aytishi mumkin. Shunday. Xo'p, shunday ekan, Hind Yevropa tillarida o'sha qadimgi birinchi o'sha Hind Yevropa tillariga asoslangan millat deb qaysini ko'rsatish mumkin? Asos solgan deb ayta olmaymiz, u nima ko'proq saqlab qolgan til yoki arxaik so'zlarni nisbatan yaxshi qo'rigan, saqlagan til desak, masalan, osetin tilini aytishadi. Chunki Ironiy tillarning nimasida Shimoliy Kavkazda bular yashaydi. Oset tili va bugungi forslardan, tojiklardan, kurdlardan ancha alohida bo'lak yashaydi. Bular butun bir tarafi turkiy xalqlar bilan, bir tomoni Kavkaz xalqlari bilan qo'shni o'ralgan bir kichik sonli aholi guruhi. Bular o'sha boshqa xalqlar bilan qo'shni bo'lishining evaziga bir tomondan arxaik so'zlarni saqlashga nima bergan. Mana turkiy tillarda ham chuvash tili shunday-ku, juda ham qadimgi so'zlarni yaxshi saqlagan, qolganlari hammasi bir-biriga qo'shni, tinimsiz u yoqqa bu yoqqa ko'chib yurgandan, ya'ni izolyatsiyalanmaganligidan, bular ihotalanmaganligidan nima bo'lgan? Boshqa so'zlarning o'zgarishi osonroq yuz berganda. Demak, osetin tili biz bugun biladigan Hind Yevropa oilasi uchun markaz hisoblanadi. Shunday deb qarasak bo'ladi, chunki o'sha Avestodagi so'zlar, ya'ni eng birlamchi so'zlarni nisbatan yaxshi saqlab qolgan. Osetin tili. U deylik, o'sha uzoq ingliz, undan ancha uzoqda bo'lgan ingliz tili uchun ham ota til hisoblanadi. Ya'ni shunday so'zlarni bunday olib kelaversangiz, o'sha osetin tilda nisbatan yaxshiroq saqlaganda qadimgi ko'rinishini, 5000, 4000 yil oldingi ko'rinishini nisbatan saqlagan. Rahmat domla, endi biz bu haqda juda ko'p soatlab ham suhbat qilamiz. Endi bevosita konferensiya va siz bo'lgan hududlar to'g'risida mana demak taqdimotda Sibir federal okrugi keltirilgan. Endi bu iqtisodiy tomondan masalan Ural federal okrugi deb shunaqa qilib Rossiyada ma'muriy bo'linish bor, lekin boyagi bunda olganda respublikalarga, avtonom respublikalarga bo'linish ham bor. Va qizig'i Rossiyada ikkita Oltoy bor, shunday. Ikkita Oltoy, hattoki 3 ta desa ham bo'ladi. Qarang. Qarang, Altayskiy kray deyapti, Oltoy o'lkasi. Biz borgan konferensiya Barnaul bularning boshqaruv markazi, keyin Respublika Oltoy unga qo'shni. Buning poytaxti Gorno-Altaysk. Oldingi nomi Oyrat Tura edi. Oyrat Tura degani Oltoy Tura degani qadimgi turkchada shahar degani, Oyrat degani o'sha Oyrat degan qadimgi nomi bularning. Keyin qarang, Respublika Hakaz respublikasi bor, Tuva respublikasidan olimlar qatnashdi. Bu yerda teparoqda Kemerova viloyati bor, Rossiyaning Tomskiy deganda yoki naryoqda Irkutsklar ancha uzoqda, lekin shularni mana shu yerda Oltoy tog'lari bor. Qarang, Oltoy tog'lari juda katta tog'lar tizimi. Bular 4 ta davlatga bo'lingan. 4 ta davlat. Birinchidan endi tog'lar nimasida shu shaklda ko'rsatsak, Oltoy tog'larining mana Qozog'iston tomoni ham bor. Sharqiy Qozog'iston Oltoy tog'lari mana shu yerda nima bir qismginasi kiradi mana bu yerda. Keyin nimada Mongoliyada G'arbiy Oltoy deyiladi, Mo'g'ul Oltoy deydi, nima? Mo'g'uliston Oltoyi bor, bu ham anchagina hududni egallaydi. Keyin Xitoy Oltoyi bor, bu endi Sharqiy Turkiston, Shinjong Uyg'ur avtonom rayoniga qaraydi va Rossiyaning o'sha janubida mana Qo'shag'ash deymiz, mana naryoqda o'zi nomlarini qarang, Oqtosh. Mana shu hozir orqarayib turgan tog' nimalar bor, cho'qqilar, mana shular Oltoy tog'lari 4 ta nimaga? 4 ta davlat mana shu yerda bir-biriga qo'shni bo'lib qoladi. Qarang,
o'sha vaqtda Sovet Ittifoqi Qozog'iston, Mo'g'uliston bilan to'g'ridan-to'g'ri chegara bo'lib qolmasligi yoki biroz o'zi ham Rossiyaga qandaydir chegara qoldirish uchun kichkina joyni qoldirganini qarang tomon. Bu yerda shu yerda shunday bir kichkina hudud borki, hurmatli muxlislar. Mana bu o'ng taraf Mo'g'uliston, chap taraf Qozog'iston, o'rtada Xitoy bilan Rossiyaning chegarasi bor. Shunday. Keyin qizig'i Xitoy asrlar davomida mana shu yerga da'vo qiladi. Shunday. Rossiyadagi Oltoyga. Bu Qozog'istonga ham u Olmatagacha da'vo qiladi. Shunga endi Xitoyning real va real bo'lmagan da'volari bor-da. Masalan, shu real bo'lmagan da'volardan bittasi, masalan, butun O'rta Markaziy Osiyoga, Rossiyaning janubiy Sibir qismlariga da'vo qilsa, lekin mana bu realroq, masalan, shu Oltoy tog'lar, Hakkaslar, Tuvalar, Oltoylar yashaydigan joylar bir muddat 20-asr boshlarigacha Xitoyga qarashli bo'lgan holati bo'lgan. Ya'ni Xitoydagi Manjur sulolasi, Qin imperiyasi deyiladi. Manjurlar bu yerlarni ham bosib olib, bu yerga o'zining nimalarni, noyiblarini, boshqaruvchilarni tayinlagan bo'lgan. Shuning uchun rus qo'shinlari Rossiya imperiyasi bu yerlarni Xitoydan olib olgani uchun, qo'ygani uchun ular haligacha mana shu joylarga da'vo qilib yurgan Xitoydagi ayrim guruhlar bor. Endi hammasi emas endi. Tayvandagilar esa haligacha Tuva respublikasiga da'vogar ekan. Shunday. Qizig'i shundaki, Xitoy da'vo qilgan joylar ham qozoqlar yashaydi Oltoyning Xitoy tomonida. Turkiy xalqlar yashaydi. Ya'ni Tuvalar bor, ya'ni Rossiya tomonida ham, Xitoy tomonida ham, hatto Mo'g'uliston tomonida ham turkiy xalqlar yashaydi. Mana shuni nima Oltoy tog'larining Mo'g'uliston tomonida qozoqlar yashaydi. Katta qismini qozoqlar tashkil qiladi. O'sha Bayon O'lgay degan bir tuman bor. Qizig'i o'sha yerda tug'ilib o'sgan bir qozoq turkologi ham keldi. O'rtog'im oldin ham bir ko'rishganmiz. Talg'at Mo'ldabay deydi. U yigit yoshligi o'sha yerda o'tgan. Men qiziqib so'radimda, u yerda qaysi qozoq urug'lari bor desam, o'zi shunday tanishlarim bordi. Bilaman, Naymanlar, Keray degan urug'lar bor, keyin ozgina arg'inlar bor, nimani orasiga singgan dedi. Shu Keraylarning ichida qizig'i keyin bu yerda o'zbeklar ham bor dedi. Ancha-muncha o'zbek xonadonlari bor. Ya'ni Mo'g'uliston Oltoyida. Mo'g'uliston Oltoyida Bayon O'lguy tumanida qozoqlar oldin 500 ming edi, hozir ancha bir 200-300 ming bo'lib qoldi. Chunki Qozog'istonga ko'chdi. Keyin va o'zbeklarni qanday bilsa bo'ladi ularda desam, nima deydi? Bularning oldin qishlog'i ham bo'lgan ancha dedi. O'zlari kompakt bo'lib yashaydi. Keyin mahallasi bo'lgan deydi. Hozir endi aralash bo'lib ketdi. Qozoqcha so'zlab ketgan, qozoqlar bilan qiz olib, qiz berdi. So'dan bir-biriga yaqin og'ayn Mo'g'uliston Oltoyida o'zbeklar qanday bu yerga borib qolgan? Endi buni yo'q, karvonlar ko'p borganda, keyin boyagi chala qozoq deydi, qozoq qizlarga uylanib qolib ketganlar, oila qurib o'sha yerda farzand qurib ko'rganlar bo'lganda. Shuma ikkita millat, ya'ni qozoqdan qiz olib yoki qozoqqa qiz bersa, u chala qozoq deyilgan. Yo'q, unday bo'lmaydi. Toshkent tarafda ham chala qozoq bor. Bor, qarang. Qarang, qozoqlar bir ovul yashayapti bir tog'ning etagida, 1000 kilometr nariyoqdan toshkentliklar yoki qo'qonliklar yoki buxorolik o'zbeklar savdogar bo'lib bordi. Endi bir 10 kishi, 100 kishi bo'lib bordi-da, 100 kishining 90 kishi qaytdi, 10 kishi o'sha yerda qolib ketdi. Kelasi yil yana ham qorlar to'gab, yo'llar ochilsa kelamiz deganda o'zlarining mollari sotilmay qolib ketdi-da, keyin ular o'sha yerda uylandi qozoq qizlariga. Uylangandan keyin ular toza qozoq bo'lmadi, chala qozoq, yarim qozoq deyildi. Ular keyin shunday qilib yana boshqasi bordi, qarindoshlardan yana bittasi uylandi. Shunday qilib qizig'i o'sha Sibir tomondagi qozoqlar yashaydigan, ya'ni sharqiy, shimoliy sharqiy qozoqlarda bu Chimkent tomonida emas, janubda, u tomonida, ya'ni bizdan 3000 chaqirim nariyoqdagi yashaydigan qozoqlarning orasida chala qozoqlar ancha-muncha bor. Va ular o'sha savdogarlarning avlodlari. Qiziq, o'rtog'imdan so'radim, ularni qanday bilsak bo'ladi? Tili qozoqcha bo'lib ketgan bo'lsa, yo'q, ko'rinishda baribir o'sha O'rta Osiyolikka xos ko'rinish bor dedi. Qanaqa senga o'xshash ko'rinish bor deyapti endi. Demak, o'rtaroq ko'rinish. Ko'z qisiq emas. Shunday, sal o'rtacha holat bor. Keyin nima deydi? Urf-odatlari ham bor. Keyin hatto kelsang bir film olamiz dedi. Men bilaman ular kimlarini, bemalol, chunki qozoqlar bilan juda ham ahil yashaydi, umuman bir nimasi, muammosi yo'q dedi va biz bilamiz va hurmat ham qilamiz ularni dedi. Shunday qilib, kelajakda bir nasib qilsa o'sha birorta film yoki birorta o'zimiz bor video tasvirga olib kelsak, bu Toshkent tarafdagi chala qozoq degan joylar ham shundanmi? Shunday. Endi balkim
u qozoq va o'zbeklar aralashib o'tirib qolgan bo'lib ham shunday nom olingan bo'lishi, laqab olgan bo'lishi mumkin. Lekin u narki chala qozoqlar u haqiqiy qozoq urug'idan bo'lmay, otasi boshqa millatlardan bo'lganlar, ayniqsa ko'p o'zbeklardan bo'lganlar chala qozoq deyildi-da, yoki tatarlardan bo'lganlar. U mana bu Ayagoz degan tomonlarida, keyin hozirgi Pavlodar shu tomonlarda edi ular. Qarang. Endi qozoqlar qizig'i mana shu Oltoy Respublikasida ham yashar ekan. Qo'shag'ash degan bir tumani bor. Ko'pchiligi 80-90% qozoqlar va qozoqcha so'zlashadi o'zlari. Endi hozirgi Altayskiy krayda endi nimalar ko'proq ruslar, ukrainlar bu yerda. Endi tabiiy. Bu qarang, oltoyliklarning kiyimi o'sha qadimgi turklarga xos ko'proq mo'ynali kiyimlar kiyish, o'sha rangli kiyimlar, o'sha naqshlar bilan, bezaklari bilan bezashi, ya'ni slavyanlardan ajralib turadi. Mana shular hozir bugungi Oltoy millatimi? Shunday Oltoy millati. Qarang, qizig'i oltoyliklar ko'pincha rasmiy nimalarda Oltoy kishi deb yozilardi-da. Deb shuni Oltoy kishi degani, ha, Oltoy kishi, Oltoy odami degani. Keyin ularni bir qismi Oltoy kishi deb ham aytar ekan. Shuning uchun bemalol Oltoy kishi deb ishlatardim. Ya'ni kishi degan so'z tishi bo'ladimi desam, ha, shunaqa. Demak, shiga almashuv bo'lgan ekan bularda. Shuning uchun bemalol uni Oltoy kishi deb qiynalmasdan Oltoy kishi deb aytaversak ham bo'lar ekan. Chunki o'zini ichidagi xalqlar ham o'zi Oltoy kishi deydiganlar bor ekanda. Bularning soni unaqa 100 minglab emas. Qizig'i qarang. Lekin o'sha konferensiyada ham bir ikkita ma'ruzalar bo'ldi. Oltoy tilini saqlab qolishimiz kerak. Bizning muammomiz eng kattasi mana shu. Bizning eng katta yumushimiz, vazifamiz, burchimiz bizning shu degan nimani aytdi va bizni bugun tashvishlantirayotgan voqeliklar ham shular dedi. Hatto rus olimlari ham qo'llab-quvvatladi. Ya'niki Rossiyadagi siyosat natijasida keyin globallashuv boshqa ham tashqi ham ichki sabablar tufayli o'tgan safar ham aytdim, chuvoshlar o'zini masalan ruslashayotgan ekan, bularning ichida ham ruslashayotgan bor ekan. birga yashagandan keyin ona tilni unutish kuchli ekan. Lekin shuning uchun mustaqillikning qadriga yetish kerak. Shunday. Keyin ko'p bo'lish ham katta rol o'ynar ekan. Qarang, eng qizig'i o'sha ko'p bo'lish uchun oila qadriyati yaxshi rivojlanishi kerak. Oltoy kishilarning tili bo'yicha Sibir tillari, Turkiy tillari assotsiatsiyasi bor ekan. O'shaning boshlig'i bir yigit kelib nima qildida, ancha do'st bo'lib qoldik. U ham aytayapti. Sizlarning sonlaringiz juda ham ko'p dedi, havas qiladi va o'zimizning laqchalar borligini ham biladi. Afg'onistonda qancha o'zbek yashaydi, qo'shni respublikalarda qancha yashaydi, hammasini biladi. Yana qizig'i sal noto'g'riroq bir fikr paydo bo'lgan bor ekan unda. Endi nima deydi? O'zbeklar dedi, oldin shu gap rostmi? O'zbeklar oldin shaharda yashamagan ekan. O'zbek asrimiz boshlarida o'zbeklar yashaydigan shaharlar bo'lmagan ekan. Qanday shaharlar bu? Palonda o'qidim, men aytdim, qara dedim. Shahar Toshkent qaysi dedim, o'zbekchada Tosh shahar degani dedim. Keyin uzr. Xo'p, ko'chalarning nomlari dedim. Toshkentda 50 dan ortiq o'zbek urug'i bilan nomlangan ko'cha bo'lgan, mahallalar bo'lgan va ularni ruslar yozib qoldirgan 50 dan ortiq ekan. 19-asrning 70-yillarida, o'qimagan ekan. Undan tashqari dedim, Qarshi, ayrim shaharlarimiz ikki tilli bo'lgan, lekin katta qismi dedim Andijon, mana hatto Alisher Navoiy turkcha bilmas kishi yo'qdir Andijonni deb yozgan. Bularni qanday nimaga olarkan olamiz desam, ham keyin ikkilanib qoldi va keyin buning yolg'on noto'g'ri ma'lumot ekanligini tushunib yetdi-da. Endi shuning uchun o'zbek olimlarimizga tushadigan vazifalar juda ko'p ekan. Men o'ylardim, endi faqat tarixda faqat o'zimiz nima emas, bu siyosat darajasida ekan. Qarang, mana ular kam deyapsiz. Ularda oila instituti qanday? Ular ham turmush qurib, ko'p bola chaqali bo'lyaptimi? Endi farzand nisbatan kamda bo'ladi. Endi bunaqada qanaqa millatni ko'paytirib bo'ladi? Masalan, ular konferensiya yig'ib, shuncha olimlarni yig'ib, biz o'zimizni saqlab qolishimiz kerak deyapti-da. Uyga borsa bola yo'q. Bu undan ko'ra shunday. Endi to'g'ri, bir tomondan ular baqva toqatlarni undan ko'ra deyman. Yo'q, deyman. Endi har xil. Masalan, mana voh qilamiz. Masalan, o'sha ayrim Turkiy xalqlari, deylik 50 ming, 100 ming, 300 ming, biz yo'qolib ketish arafasida. 3000 songa ega Turkiy xalqlar bor. 3000. Shunday. Bizni bitta mahallada undan ko'p odam. Shunday. Alhamdulillah. Yo, endi boshqa millatlar uni qanaqa ko'paytirib beradi? Masalan, boshqa Turkiy xalqlar yig'ilib,
6 oy kishilarni ko'paytirib bera olmaymiz-da endi. Ular o'zi ko'payishi kerak-da, domla. Biz Ya ko'paytirib shunday vaziyatda bir vaqtlar hali chala ozob bo'lib qoladi. ya noumid shayton deydi-yu, bir vaqtlar kelar balki shunday ham bo'lib qolar. Ya'ni bizdan yordam so'rash. Albatta, biz ya'ni bu degani ya'niki mana Rossiyaga soni ko'payib tinmasdan tilini boryapmiz. o'qisin yoki o'zbek yoshlari borib o'sha yerlarda ishlab Albatta. qolishsin, oilalar borsin, ya'ni U shundoq mana shundoq Rossiyaga mana- millionlab boryapmiz. qarang, shundoq. tatar qardoshlarimiz o'zbeklar kelib, u yerlarda o'qib, ishlab, qo'shni bo'lib yashab, ovul mahallalar qurishidan xursand bo'layotgan ekan. Chunki til juda ham yaqin. Tatarlar, qozon tatarlari ayniqsa. Bir odam Tataristondagi yerlarni arzonligiga rosa reklama qilyapti. Shunday. Borgan emas ekanda. Shunday. Aynan Men O'zbekistonda reklama qilyapti. eng qizig'i o'zbeklar ayrimlari rus maktablari uzoqligidanmi yoki ruschani tushunmaganligidanmi tatar maktablarga bolalarini berayotgan ekanda, keyin maktablar to'lib qolibdi. Anchagina o'zbeklar hisobiga ana deydi bir chiroyligina tilimiz yashab, yangrab turibdi deb aytishibdi. Yo'q, Tasavvur albatta qiling. biz qarshi emasmiz. Endi nima o'zbek xalqi bilasiz, juda ham ishchan, mehnatchan xalq. Bitta o'zbeklar emas, qo'shni O'rta Osiyolik Turkiya xalqlari ham. Qarang, shu darajada tasavvur qiling, siz 100 kilometr 500 kilometr nariyoqqa ketsangiz mana shunaqa dalalarni ko'rasiz. 6 oyda ham bularni men so'radim, ba'zilar aytdi buni grechka dedi, boyagi javdar, barik, ba'zilar juda g'alati. Shunday, ha, boshqacha. Keyin tasavvur qiling, bir 1000 gektarlik joydan o'tganingizdan keyin faqat bug'doy ketadi. Undan keyin bug'doy tugaydi, yana Makka jo'xori ketadi, yana tasavvur qiling, o'sha men Sibirni u darajada deb o'ylamagan edim. Ko'proq o cho'l yo bo'lmasa faqat o'rmon taygalar, toshli joylar bo'lsa kerak. Shunday qora to'proq, shunaqa bir havosi ham zo'r, issiq, lekin hozirgi kunda ancha nimada soyaga yugurasiz. Qorayib ketasiz hattoki. Qizig'i yomg'ir ham yog'adi, lekin kunning bir 5-6 soati mana shunday issiq bo'lib, yam-yashil bo'lib turibdi-da. Mana biz yaqinda 3 kun, 4 kun oldin olgan suratlarim shu darajada oq qayinlarni ko'rib, archalarni, qarag'aylarni ko'rib havas qilasizda. Tekislik, yana suv, daryo va nomlarining turkiychaligini ko'rib, bizning bobolar shu yerlarni qanday qo'ldan chiqargan ekan deysizda. Qaysi tilda gaplashyapti? Endi ruscha ham gaplashdi, o'zini ona tilida ham gaplashdi. Masalan, o'sha bir tilshunos, tarixchi bir olima bor edi. Arjana deydi, juda ham faol. U masalan o'zining tilida oilasi bilan telefon qilib gaplashyapti, bola chaqalari bilan, ota-onalari bilan, dugonalari bilan ham oltaycha so'zlashyapti turkiy tilda. Hozir birozdan keyin to'xtalamiz. Qarang, mana bu dalalarni ko'ring-da siz. Bularni endi xuddi bizni kutib turgan. Ya'ni dunyoda 7 milliard inson bor, joy yetishmay qoladi deb tashvishlanamiz, ba'zan uyqumiz qochib ketadi buni o'ylab, lekin yer degani juda ham bepoyon ekan, keng ekan. Bu joylar o'zi bir vaqtlar o'zbeklarga ham tegishli bo'lgan, bu hali Sibir. Ha, bu Sibir xonligi, Ko'chim xon davrida. Demak, begona joylar emas. Begona emas va tarixida o'tiladi. Har bir muzeylarga kirib ko'ring, o'sha Ko'chim xon haqida ozgina parchalar. Buxoro xoni jo'natgan-ku o'zi. Bu Ko'chim xonni Buxoro xoni 1500 Abdullah. Shu Abdullah 60-yillardan boshlanib to 1598 da edi shu nimaning o'ldirilishi bilan, Ko'chim xonning o'lishi bilan nima bo'ladi bu? O'g'illari ha shunday Ermakni ham 1585-yilda o'sha yerda Ermakni ko'rsatishadi, lekin Kuchumxondan daryoga cho'ktirib yuboradi va qizig'i Sibirda Ermak degan shaharcha bor. Ermakning nomiga qurilgan haykallar bor, lekin Ko'chimxonning haykali ham yo'q, lekin tatar og'aylarimiz ancha ko'tar qilyapti. Ko'chimxon u yerning xoni, lekin u nomi abadiylashtirilmagan. Yo'q. Juda kam eslashga harakat qilingan. Sovet davrida endi Ermakni bizga ham qahramon qilib ko'rsatib, hammamiz Ermak haqida taniymiz, bilamiz Ermak. Lekin Ko'chimxonni u kerak bo'lsa Ko'chimxondan yengilgan. Qarang, Ko'chimxondan yengilib, hatto ular qo'lida nimaga daryoga cho'kib ketgan askarlari bilan. Lekin biz Ermakni bilamiz. Ermak mana shu dalalarni tasavvur qiling, otlari bilan u yoqdan bu yoqqa nima qilib yurib, katta tarix qoldirib ketganda. Novosibirsk deydi hozir yoki u yerda o'nlab shaharlar bor. Hamma joyda nimaning Ko'chimxonning izlarini ko'ramiz. Ko'chimxonning hatto rus knyazi Fyodorga o'sha Moskvadan nima qilib menga bo'ysunsang, yasoq, ya'ni o'lpon to'lab tursang, seni o'sha yerning Sibir xoni deb bilan tan olaman. Men shundoq ham Sibirning xoniman dedi. Seni tan olishingga nima yo'q. 1587-yilga yozgan xatida. Ya'ni nimaning Ermakning o'ldirilganida 2 yildan keyin yozyapti rus nimasiga, Tsar choriga, podshosiga, Fyodorga.
men dedi sening eng ana ishongan qo'mondoni Yermakni qanday daryoga cho'ktirib yuborganini ham yaxshi bilasan dedi. Juda unaqa nimalar bo'lgan. Qizig'i o'sha paytda Buxorodan o'sha jangda g'alaba qozonishiga Buxorodan yetib borgan katta karvon deyishadi, aslida qo'shin bu. Yetib borgan Abdullaxon ikkinchi davrda yetib borib, uning ichida o'zbeklar, qozoqlar, tatarlar, va turkiy xalqlar borib, u yerdagi ko'chimning boshqa qo'shinlari bilan birlashib yengadi va qizig'i ko'chim siyosat olib boradi, Buxoro xonligiga qo'shaman bu yerni Sibir xonligiga dedi. Lekin juda uzoq yo'l bo'lgani uchun keyin katta cho'l bordi. Ham keyin Abdullaxon boshqa hududlarni ham birlashtirish bilan ovora bo'lib qoldi-da, Xorasonni, Badaxshonni deganda. Endi yana bir narsani tan olishimiz kerak, domla. Mana biz bugun shuncha turkiy yerlar qo'ldan ketdi deymiz, lekin o'rta asrlarda, hatto shu 16-17 asrlargacha bizga u yerlar juda katta qiziqish bo'lmagan. Bizga va u yerda sivilizatsiya juda kam bo'lgan. Buni ham tan olishimiz kerak. Bu yerga nisbatan Samarqand, balkim to'g'ri, chunki u payt sovuqdan odamlar nima qilgan, lekin shunaqa o'shaning uchun ya'ni Samarqand va Buxoroni oldida mana shimol taraflarga qiziqish sal kamroq bo'lmasa, shuncha katta hudud Sibir joylarimizni nega tashlab qo'yganmiz? Yo, bu yerda endi taqdir taqozosi bo'ldi. O'nlab turkiy sulolalar davrida, turk xoqonligida, xunlar davrida mana shular turklarning o'zining yeri bo'ldi. Qirg'iz xoqonligi davrida ham, undan keyin hatto Oltin O'rda davlati davrida-chi bular endi bir Oltin O'rdaning bir chekka bir shuni aytaman-da joylar edi. Ya'ni bir chekkada qolib ketdi. Lekin Sibir xonligi, oxirgi Sibir turkiy o'zbek xonligi ham o'zbeklarning ko'proq nima bo'lgani uchun o'zbek xonligi ham ba'zan deyiladi. Bu yerni u payt nima deydi? Endi Osiyoda, musulmon Osiyosida qandaydir inqirozdan bormidi? Ruslarga berib qo'ydi-da mana bu shu. Shuni aytaman, o'zi shu davr shunday bo'lib qol endi undan keyin. Yo, bu yerni borsangiz borki, siz dunyoning eng go'zal joyi, eng bir nima deydi? Tasavvur qilish ham qiyin-da, u yerdagi suvni, u yerdagi o'tni, u yerdagi og'och daraxtlarni ko'rib. Bu Rossiya o'zlashtiraman desa, hali rivojlanaman desa, o'zinida qancha hudud bor bo'lsa, hamma bilan urush yuribdi. Qarang, shuni o'ylaysizda, qarang, faqat shu yerdagi bug'doyni, shu yerdagi grechkani, shu yerdagi pichani, shu yerdagi daraxtlarni kesib sotish bilan ham kun o'tar ekanda aslida. Shunday o'tsangiz, odam ko'rmaysiz, qarang. 1 soat, 2 soat yuring ham, 100 kilometr, 200 kilometr keting ham ko'chada odam ko'rmaysiz. Qishloqlar ham kamda. Endi o'zbeklarda shu joylar bo'lsa, lekin suv bor, yeri yaxshi. Yeri yaxshi, qora tuproq cho'zilib turibdi. Endi lekin bir tomonda bizda o'sha vaqtda bo'lganda, domla biz bu yerga bo'lganida. Men aytmoqchi bo'lganim, agar 20-asr boshida ham o'sha joylar bizaniki bo'lganda, men afsus biz paxta bilan u yerni ham dabdalasini chiqarardik. Yo'q, paxta bo'lishi qiyin-da u yerda. Bilib bo'ladi, bizanikilar paxta ekib qo'ydi. Mirza cho'lda paxta ekkan, bizanikilar u yoqqa ham paxta 6 oy paxtasini chiqarardik. Domla bu yerda siz qayerda ko'ryapmiz? Bu yerda endi bitta kutubxona ekan, yog'ochdan qilingan. Uylari bor haligacha o'sha. Bu qaysi shahar? Bu o'sha nimaga Bela Kurixami degan bir kurort tog', Oltoy tog'ining etagidagi bir shaharcha. Yashil joylari. Dunyoning eng go'zal joyi va arzon ham nimasi. Qizig'i qarang, mana bu yerda nima edi? Biz borguncha yo'llarda o'tdik. Qizig'i turkiy joy nomlarini ko'rganda rasmga olishgan. Mana Aqtosh degan joy. Aqtosh o'zimdan Chibit dedi. Yana keyin nimada nima bir nechta hozir boya kartada yaxshiroq bordi. Keyin endi mana Xotun degan, Katun degan daryo bor, Xotun. Ya'ni bizda qiziq borku, yana Besk degan daryo ham bor. Bi daryosi bor. Uni erkak daryo, bunisini Xotun daryo. Toshkent viloyatida mana bu Chotqol, ya'ni Chimyon tomonlarda Ersuv, Xotinsuv degan suv, mana soylar bor. Qarang, shunaqa an'ana ularda ham bor ekan. Men Andrey Kubatin bilan bitta maqola e'lon qilganmiz. O'sha yerda Kem birla Xotun qabishib degan jumla bor edi. Ya'ni Kem bu Yenisey daryosi, Xotun bu Xotun daryo, Xotun. Shuni shu yerda ko'rganimdan keyin rasmga oldim, mana katta daryo ekan. Buni o'tayotgan Barloq degan joy bor. Bu ham turkiy so'z. Keyin kichkina qishloqlarning nomlari ko'proq. Hozir mana bir muxlis yozyaptilar, sizlarni Gorniy Altaydan ko'ryapman deb yozyaptilar. Keyin yo'llarda o'zbeklarni ham uchratib qoldik. Mana o'sha ishlashga borganmi? Ishlashga borgan. Keyin nima dedi? Bir joyda qiziq bo'ldi. Qozoqlar o'zbeklar nimani bilmaydi, urug'ini bilmaydi. Sizlar tarixchi bo'lganlaring uchun bitta ikkita kitobdan o'qib olib aytasizlar degan ta'na ham qiladi, yoki hazillashadi ba'zan. Qiziq bo'ldi. Biz
nimaga bordik? Shunday gaplashib hazil-huzul qilib ketayotgandik o'sha kurort shahardan Belokuriyadan. Shunday chiroyli bezab har xil nimalar qilib qo'yibdi. Shu yerda bir do'konning oldini tozalayotgan bir yigit bor ekan, o'sha yerda tekslayotgan ekan. O'zbeklarga o'xshab ketgandan bordimda salom desam salom deb xursand bo'lib qo'ldagi nimani qo'yib ko'rishib qoldi. Keyin yonimdagi Qashqadaryo bor dedi. Ha, Qashqadaryo, men aytdim chiroqchi desam hazillashib chiroqchi dedi. Keyin qaytadan ko'rishdik. Bizi tumandan ekan. Keyin urug'ing nima dedim, saroyma desam, yo'q, nima Chuyut dedi. Keyin qozoq shuni hayron qoldi. Mana dedi, ko'rdingmi qanday urug'ni bilmaydi. Urug'ni hozir yana bir ikkita qatnashchilar bordi, ayol kishilar bor. Ulardan ham so'rasa, men dedi, o'zbeklarning tomon urug'idanman, men palon urug'idanman deb aytgandan keyin ular o'zi faqat Boboyorovning G'aybullaning fantaziyasi emasligini ko'rib qoldi. Faqat shu o'zbeklarning qizig'i. Wikipediyaga kirsangiz, Turkskiy radio deb yozsangiz, shunday Qazaxskiy, Karakalpakskiy, Qirg'izskiy deb chiqadi, Tatarskiy, O'zbekskiy deb yozilmaydi. Qo'shib qo'yilmagan. Holbuki o'zbek urug'lar 92 ta o'zbek urug'i degan narsa shu darajada qiziq bir nima bo'ldi. 92 Qipchoq urug'i degan bir daklat qilishdi bitta qardosh millatlarimizdan bittasida. Yonida mashhur bir rus turkologining o'g'li, o'zi turkolog tarixchi yigit, u boyagi moderatorlik qilyotdi. Shunday keyin 92 o'zbekmi Qipchoqmi desa, u 92 Qipchoq deb turdim. Keyin men aytdim 92 o'zbek dedim. Qipchoq degan so'z aynan shunaqa holatda yo'q, bu keyin nima qilingan? 16-asrdan beri 92 o'zbek urug'i bor degan gapni qildim. Boyagi moderator mendan juda xursand bo'lib aytdi. Buni joyida replikat qilding dedi. Joyida tashlading-da buni. Shunaqa nima qilmasa dedi, har xil uydirmalar bo'ladi dedi. Qarang, tariximizni nima ba'zilar urug'ni o'rganish nimaga kerak, unday degan gaplarni aytadi, kommentlarda yozadi, lekin yo'q. Urug' ham har bir urug' tariximizning bir kitobi. Bitta urug'ni nomini yo'qotib, umuman tarixdan o'chirib tashlasa kitobni yo'qotganday bo'lamiz. Men shunday deb qarayman. Qizig'i ayrim toponimlarimiz, o'sha etno toponimlarimiz bor masalan, shularni o'zgartirib o'rniga boshqacha nomlar qo'yib tashlash holatlari ham kuzatilayotgan ekan. Bu nima deganini ayman, bu mang'it degan nima degan deb ayrim o'zbilarmonlar o'rniga taraqqiyot, o'rniga madaniyat degan nomlar qo'yayotgan ekan. Shuni yaxshilab tekshirish kerak bo'ladi. Tasavvur qiling, ziyolilar buni oldini olmasa yoki hukumat yoki tarixchilarimiz oldini olmasa, toponimchi olimlarimiz shunaqa holatlar ham bo'layotgan ekan. Tasavvur qiling. Barnaul Obdaryosi. Shunday qarang. Mana bu endi bu suvni tasavvur qiling. Bu bizni Sirdaryolardan 2-3 barobar keyin katta ser suvda. Endi nariyog'i uchsiz, bucaqsiz dedi turkcha bir so'z. Uchsiz, bucaqsiz o'rmonlarda. O'rmonlar keyin qarang. Turk xoqonligi, qaysi muzeyga borsangiz, Turk xoqonligi, xunlar davrining buyumlari, idishlari shundaygina jonli saqlagan. Bizda ham bor, lekin bizda boshqacharoq. Mana qarang. Sopol, ko'pincha sopoldan ishlar ko'rardik. Bu yog'ochdan qilingan va endi hududga mos oldingi. Hududga mos, ya'ni bu yerda yog'och. O'sha yerda qattiq yog'och bor, ko'p. Nariyoqda yog'ochdan idish bor, ichiga o'qlar, nimalar solib qo'yiladi. Igna, ip, jangchining yonida olib yuradigan, bunday olganda xaltachasi deymizmi, sumkasi deymizmi, hozirgi kun tilida aytganda qopchig'i nima qilib bor ekan. Mana 6 oylik yigit o'sha Sibirdagi 6 oy tillarini saqlab qolish kerakligi haqida qayg'urib daklat qildi. Buni ko'pchilik ma'qulladi, ma'ruza qildi. Bu yana ko'rsatdi, sonlarini, foizlarda ko'rsatdi. Qancha maktablar saqlanganligi, qayerlarda maktablar yopilganligini nima qildi. U boya aytdimki, o'zbekchani ham yaxshi, o'zbeklar haqida ham tushunchasi keng ekan. Xursand bo'lar ekan o'zbeklarni shu darajada ko'payib 40 millionga yaqinlashganidan. Albatta. Va bularda 6 oy tili kuni bor ekan, shundaymi? Shunday. 6 oy tili kuni bor. Ya'ni buni saqlab qolish uchun har xil vositalarga bosh uryapti-da, ya'ni biz bilan bir xil gapirarkan deya 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, endi bu qozoqchasiga ketdi, 8, 9, 10. Ya u 7 ham deb o'qiladi, qarang. 8, 9, 10. Qarang. Masalan, qozoqlar 5 dedi, bular 5 dedi. Bularniki qirg'izchaga ancha yaqin. Qirg'izchaga. Endi o'zi hakaslar yaqinda ular. Yo'q, hakas tili ancha sal uzoqroq qirg'izchadan. Aslida negizi bir bo'lgan bilan sal uzoqroq. Hakascha hozirgi hakascha zamonaviy qirg'izchadan uzoqroq. Uzoq bir ko'rsatuv qilamiz. Lekin qadimda ular qirg'iz deb aytilgan. Yaqinlargacha ham qirg'iz deb aytilgan ular, lekin bugungi bu yerdagi qirg'izlar bilan hakaslarning tili bari farq, ancha uzoqroq.
Enasoy qirg'izlari bilan zamonaviy qirg'izlarda farq bormi? Bu tilda. Bugun Yenasoy qirg'izlari deyarli qolmadi endi. Ha, deyarli emas, bu yoqda ko'chdi. Ozgina qolgan u yerda urug' bo'lib qolgan. Masalan, Oltoy ularning tili bilan. O'sha Oltoylarning Oltoy kishilarning bir urug'iday bo'lib qolgan. Qarang, ya'ni Enasoyda qirg'izlar qolmagan. Qarang, yaxshilar deyapti, yaxshilikli kunli deyapti. Ezen deyapti, salom. Ezen nima degan ekan domla? Qayerdan ezen salom? Eson degani. Ha, eson. Esonmisiz deb so'raladi-yu bizda hozir ham. Isyanmisiz? Tatarchada esyapmisiz deydi. Bizda omon esonmisiz deyiladi. Qishloqlarda ayniqsa kampirlar ko'proq aytadi bu so'zni. Bu ham bizda ham eskiryapti, chiqib ketadi. Esonmisiz, omonmisiz deydi. Domla tepada qarang mana. Biyan qayerdan bu rahmat, tashakkur. Endi nima bayon bu Mo'g'ullar ta'siri ham bo'lishi mumkin yoki bir dialektining nimasi bo'lishi mumkin. Yaxshi bo'lsin deyapti, qanday yurar deyapti, qanday yashayapsiz? Endi bu tushunadi, qanday yuribsizlar degandek gapda. Keyin qarang, ba'zi yozib qo'yibdi-da, mo'g'ul tilining ta'siri katta. Bularda kiyimni deyapti, to'n deydi. O bizda ham to'n deydi-ku o'sha ust boshda, ust nimasini yoki bir nechta keltirgan so'zlar o'zbekcha deb xuddi shunday bor. Uni mo'g'ulcha deb aytishni, ya'ni qarang, domla Oltoy tili siz ham aytdingizki, ular o'sha asrimiz boshida sekin-asta o'zlarini Oltoy kishilar deb atashni boshlashdi. Ungacha oyratlar deb atalgan. Lekin Oltoy tillarga, Oltoy til oilasiga e'tibor beradigan bo'lsak, oyratlarning tili bu turkiylarda emas, mo'g'ullarda o'tiribdi. Qanday qilib oyratlar qarang, Oltoy tiliga aylanib qoldi, ya'ni turkiy tilga aylanib qoldi. Qarang, keling mana boyga zo'r domla, juda qiziq fazasiga kirdi. Mana endi mana bu suratga e'tibor beramiz. Qarang. Mana bu suratda biz nimani ko'ryapmiz? Mana oyrat, mana qolmiq tilida, mo'g'ul tillarida ko'rilyapti. Qalmiq tili sifatida ko'rsatilyapti. Shunday oyrat xonligi ham deyiladi. Xonligi bor-ku 16-19-asrlarda 300 yil qozoq, qirg'iz, o'zbeklarni ancha nima qilgan, tashvishga solgan bir u Sharqiy Turkistondagi Yetisuvdagi bir davlat, Qalmoq davlatining bir nomi oyrat edi. O'sha Oltoy tomonlar ham ularning qo'l ostida bo'ldi 100 yillab, 200 yillab. Shuning uchun u yerlar ham oyrat deb atala boshladi. Lekin tilchi. Til turkiy. Lekin oyrat tili mo'g'ullarning aniqsiz kiradi ko'pincha. Yo'q, aslida oyrat degan so'z qarang. Nima o'zimizda ham bor. O'zbeklarning bir oyrat degan urug'i bor, qishloqlari bor. O'zi asli negizi Uyg'urat degan so'zni qisqargani, Uyg'urlar degani, oyrat degani. O'zbekistonda o'nlab joy nomlari bor. Men Qashqadaryoda, Samarqand viloyatida bir nechta joyda oyrat degan qishloqni ko'ramiz. Demak, bular o'sha juda mo'g'ullar bilan turklar ajrashib ketmagan davrda ham bo'lgan ekan-da. Shunday, hali nima deydi? Turkiylar bilan mo'g'ullarning shunday bir ayrim joylarida o'xshashliklari bor. Turk va mo'g'ulning oralig'i deb ayta olsak bo'ladi-da. Nomlarda ham, tilda ham ko'rinadi, madaniyatda ham ko'rinadi. Endi qarang, bu yerda masalan tilga ana qilsak, boya qirg'izchaga anchaga yaqin dedik. Janubiy va shimoliy lahjalar, dialektlari bor bularda. Qizig'i, kichkinagina bir 50 ming sonlik aholi bo'lishiga qaramay, ularni ham 5-6 ta millatga bo'lib tashlagan oldin. Nima deydi? Telengit deydi. Telengutlar, keyin oyratlar, Oltoy kishilar, komandalar, lebetlar, sho'rlar deb bo'lib tashlaydi bularni ham keyin. Ya'ni sho'rlarni alohida millat ham deydi. Ya'ni ba'zilarini qarasangiz soni 2000 kishi bitta millat. Bir mahallada shunday o'g'il bo'lib tashlagan ekan. Shunday qarang, bularning Oltoy tilidagi kelishiklari ham mana qarang, oldingisiga o'taylik-da. Kimga, nega, qaydar deyapti, qayga ketyapsizlar, kimni, nimani, neni deganda kimni nimalar bor. Shu biz bilan bir xil, qayda, qachon, qayda degani qachon bo'lyapti. Umuman boshqa turkiy xalqlar tillari bilan deyarli bir xil bo'lardi masalan. Ularning alifbosi ham kirilchami? Kirilcha bularniki. Mana bu yerdagi kera men degan men, sen, o'l deb aytiladi. Bizda biz dedi. Sizni sizlar dedi. Bizda ham ba'zi shevalarda sizlar deb aytamiz. Bizda ochiq Toshkentda sizlar deyiladi, tamom. Hali sizlarga yaqinlashmaydi. Ular dedi, kim, ne, qaysi deyapti, qanday, qancha, qachon, qayda. Bir xil. Bu o'l, anday, munday, bo'yi deyapti. Endi mana bu o'zi degan ma'noda. Munday. Endi bularning urug' tarkibi ham bor. Bularda ham Qipchoq degan urug' bor.
eng qizig'i ayrim urug'lar qirg'iz, o'zbek, qozoq, qoraqalpoq urug'lari bilan birday, ayrimlari qadimgi, ya'ni bizda yo'q urug'lar bor. Masalan, To'dosh degan urug'i bor, Tardosh degan turk xoqonligining bitta qanoti, g'arbiy qanoti yoki yana bitta urug'ning nomini eshitib juda hayron qoldim. To'los degan nima? Qirg'izlarda ham To'los bor, Do'los deb aytadi. Turk xoqonligi ikkita qanotga bo'lingan, ichki boshqaruv qanoti, sharqiy turk xoqonligi, Mo'g'ulistondagi. Bittasi sharqiy qanoti To'los deyilgan, g'arbiy qanoti Tardosh deyilgan. Ikkovi ham oltoyliklarda saqlangan. Qizig'i, Oltoy tilida, Xakkas tilida ham yaxshi o'sha Oltoy kishilar tilida bitik toshlarda bizda uchramaydigan so'zlar ham saqlangan. Ularda yo'qolib ketgani bizda saqlangan. Mana shunaqa nimadan o'zbek urug'lariga o'xshaydiganini ham ko'ryapmiz. Mana ko'bak deyapti. Samarqand viloyatidagi ayrim o'zbek urug'lari ko'pak deb aytiladi. Keyin qirg'iz degan urug'i bor, qipchoq. Nayman urug'lar, ular mayman deb aytadi. Mo'g'ul ham alohida bor ekan buning. Merket bor mana, Mo'g'ul bor. Sart bor ekan. Sart ham bor, tumat bor. Bizda ham tumat nimasi bor. Qizig'i mana nimasi bor edi bularning. Biz o'zbeklarda ko'proq saqlangan bir urug' cho'rash deb aytiladi. Keyin nima edi? Mana bu yerda to'ra. Keyin qirg'izlardagi mundus, bularda ham mundus, burut ularda ham bir nechta nimasini, demak, turkiylarning bir kichik bir parchasi deb ayta olamiz urug'lariga qarab. Ajoyib joylar. Hozir bugungi kunda ular necha ming dedingiz? 50 ming? 55 ming deb anaqilar. 2010-yildagi, lekin 100 ming yo 100 ming emas. 100 mingga yo'q. Keyin bularning qiziq nimasi bo'lgan? O'sha o'yrotlar Qalmiq xonligi davrida bularni ko'pincha askar qilib ishlatgan ularni va qozoqlar ham, qozoq xonlari ham o'zini xonlarning o'rdasini yoki o'sha o'tovini qo'riqlab turadigan, xonlarning xizmatini qiladigan, ham harbiy xizmatini ham xo'jalik ishlariga qaraydiganlar to'langitlardan bo'lgan. Ya'ni Oltoy kishilarning bir bo'lagi to'langitlar, to'langit ham deb aytiladi. Bularni dini qozoqlarning orasiga singgan bular. Haligacha lekin biladi, ovullari bor to'langit. Bularning dini qanaqa bo'lgan? Bular oldin tangrichilik, keyinchalik bularga buddizm ham borgan, o'sha qalmiqlar bilan, mo'g'ullar bilan keyin xristianlikka o'tgan bular ko'pchiligi. Lekin toza, masalan, chuvashlarga borsangiz, haqiqiy xristian, o'sha yaxshi saqlagan, hamma amallarni, bayramlarni qiladi. Bular unaqa amal qilmaydi. Bularda unchalik emas. Domla, bir masala qiziq, masalan, o'sha saqlanish, saqlab qolish masalasi, deylik, mana o'sha bir yigitni ko'rdim. O'sha o'zi ham nima deydi, ko'rinishdan ham 6 oylikligi ko'rinib turibdi, turkiylardan o'sha. Bular saqlashni nimada ko'ryapti? Ya'ni qanday usullar yordam beradi deb o'ylaysiz? Qiziq, qarang, endi odamlarning oldiga qo'ygan maqsaddan bor ekan. Ikkinchidan son baribir hal qilar ekan. Masalan, 200 mingga ega tuvalar 80% masalan Tuva Respublikasining aholisini ular tashkil qiladi, ruslar kam va ko'pchiligi ona tilida gap so'zlashadi. Qizig'i, shu konferensiyaga kelgan nimalar ichida ruschani yaxshi bilmaydiganlar bor ekan. Tasavvur qiling, Rossiyada yashaydi va o'zining ona tilida, mana ular shunday nisbatan kuchli, nisbatan oldiga qo'ygan maqsadi kuchli, o'zining milliy urf-odatlariga katta e'tibor beradi. Oltoylar ham o'zining qo'shnilariga qarab biroz shunday harakatlarda bo'layotgan ekan. Masalan, tatarlardagi milliylikni saqlash, dinni saqlash, urf-odatni saqlash, davlatchilikni saqlashga intilish boshqirdlarda ham shunday bir harakatni yuzaga keltirdi, kuchayishiga. Endi boshqirdlarda ham bor, yana ham kuchaydi. Chuvashlar ham taqlid qiladi tatarlarga. Har bir bitta muzey ochsa, bular ham muzey ochadi. Bitta bayram qilsa, bular ham birorta bitik tosh yozuvlar qadimgi tilda o'rnatsa, bular ham xuddi shuni kopiyasi, shunga o'xshashini nima qiladi. Demak, inson bir-biriga taqlid qiladi qo'ni-qo'shni, shunga o'xshash, men sendan qolamanmi, men kim o'zarga ham o'xshashga o'xshash holatda. Masalan, deylik shu Oltoy, mana keng yerlari, mana joy juda ham ko'p. Shularda bir sharoitlarni yaxshi qilsin, bizda ishlamoqchi bo'lganlar shu yerga borib biznes qilsin, tadbirkorlik qilsin, hali qora ishlarga emas. Biznikilar masalan ham bor ekan, kam. Men aytmoqchiman, masalan, dehqonchilik, fermer xo'jaliklari tashkil qilish bo'yicha biznikilar chempion-ku. Borib o'sha yerlarda, katta-katta yerlarda katta bir fermer xo'jaliklari tashkil qilib ishlashsa, mana ular tilini unutmaydi, o'zini qardoshlar bilan gaplashib turadi. Eng qiziq, qarang, men xuddi shu fikrni 3 kun o'sha yerda yurgan bo'lsam, xuddi siz aytgandek fikr miyamdan tinimsiz o'tdi.
buncha keng dalalar qaraydi, shularda o'zbeklar borib o'zlari masalan bittasi faqat o'sha buqachilik, bo'rdoqchilik bilan shug'ullansa, kimdir bug'doy yetishtirish o'sha har xil nima ekin tikinchilik bilan shug'ullansa, bu yerlarni gullab yashnatib yuborardi yoki katta daromadlar qilgan bo'lardi deb nima qilayotganlar ham bo'lishi mumkin. Ko'pchilik buni baribir bilmaydi. Endi bu Rossiyani o'sha Ukrainaga agressiyasi ko'pchilikni to'sib qo'ydi. Agar shu urushmasdan normalniy shu aka-ukada yashaganda-ku, qancha ishlar qilib yuborsa. Aslida Rossiya bilan mana Hamid Sodiq ham ko'p yoki Kamoliddin Rabbimov ham, ayniqsa Kamoliddin Rabbimov ko'p aytadi. Rossiya bilan bizni bordi keldimiz, bizni o'sha iqtisodiy tovar almashishimiz boshqalar juda ham katta muhim o'rin tutadi biz hayotimizda. Haqiqatan shuni o'sha yerda kuzatyapmiz. U yerda resurs ko'p, u yerda butun imkoniyat bor. U yerdagi yaylovdagi o'tlarni bizni qo'ylar yeb ham tugata olmasa kerak. Shu yo'q, umuman tasavvur qiling, men bir joyda qo'ydimmi yo'qmi? Shunday dalalarda bor-ku, katta pichanlar qo'yganda, yo'q, u yo'g'ida lekin dalalarning o'zidan ko'rinib turibdi u. Shunda nima qilib ketgan? Qishda shunday mana shu yerlar masalan o'rilmaganda, endi buni o'rib olganda ikkinchi o'rim degan o'rimlari bo'ladi-ku. Shunaqa endi tasavvur qiling. Bizni Qashqadaryoda ali cho'ponlar ko'rsa yig'lab yuboradi. Albatta buni endi har bir o'zbek ko'rsa qarang. Buni ali endi Qashqadaryoda suv kamroq bo'lib qolgan joylarda qiynalib qo'y boqayotgan Buxorolarda tasavvur ko'rib qolsa aytadi, deydi, shuncha joy uvol qilyapsizlar. Qarang, boyagi bir 6 oyliklar buni nima qilar ekan, o'sha mahalliy 6 oyliklardan bir olimasi aytdi-da, sizlar biz haqimizda tushunchalaring qanday? Biz dedik 6 oy bizni she'riyatimizda kuylanadi. Ona yurtim, qadimiy yurtim deganday qo'shiqlarimizda bor, Yenasoy bor. Shu 6 oy biz uchun muqaddas joy bunday olganda, qutlug' joy. Buni har bir o'zbek biladi. Birinchidan bizni qonimizda o'sha eslash bor bir tomondan, uni ikkinchidan bizni jamiyatimiz ham bundan bexabar emas. Ba'zan shuni haqida she'rlar aytish ham bejiz emas dedim. Zora kelajakda bu ya'ni son jihatdan o'zbeklar borgan sari ko'payib ketyapti va bu yerlarda o'ziga ota-bobolarining joylariga borib yashab, albatta begona emas. Hamkorlik qilib, nima deydi, og'zi birlik, yana nima bordi keldi qilsa, anchagina ana rivojlanish bo'ladi. Hozir biz so'rovnoma ham o'tkazgan edik, chatda muxlislarimiz ishtirok etishdi va muxlislarning 3 dan biri 6 oy bilishmas ekan. 3 dan 2 qismi albatta bilamiz deb yozishdi. O'ylaymanki, mana bu ko'rsatuvdan keyin demak bu 100% ga aylandi. Hurmatli muxlislar, marhamat, savollar bo'lsa, iltimos mavzu bo'yicha, demak, urug'lar bo'yicha alohida ko'rsatuv bo'ladi, hurmatli muxlislar. Bilamiz, endi professor Qaybullaga chiqishlari bilan urug'lar haqida savollar ko'paydi. Kelinglar, yana ham qiziqroq savollar beraylik. Mana shu 6 oy haqida qanday, nima, qachon tarixini. Mana bir odam so'rayaptilar, mana domla aytgan qishloq nomlari Samarqand Payariq tumanida hammasi saqlanib qolgan. Oyrot, Cho'rosh, Tomoyrot, Ravot, Uymovit. Ko'rdingizmi? Marhamat, mana shunday. Mana juda ham ajoyib almashaylik. Bu faqat Samarqandda emas, Qashqadaryoda ham, Surxondaryoda ham, Vodiyda ham, Farg'ona vodiysida ham, Xorazmda ham, hattoki nima, Toshkent viloyatida ham shunday aynan o'xshash nomlarni ko'rasizda. Shunday. Eng qizig'i qarang, bitta nimadan eski nima deb qo'ygan, eski Tim degan joydan o'tdik. Boyagi Novosibirskdan Barnaul tomon ketishda shunday qaradim, o'zi Tim mana bu Samarqand viloyati Nurobod, keyin Buxoro viloyatida ham Tim degan qishloq bor, qadimiy. Eski Tim, yangi Tim bo'lganda u yerda eski Tim turibdi, tasavvur qiling. Ajoyib. Domla bir savol berishdi, qarang. Proto Altay etnonimi bor. Naga, ya'ni uzun ma'noda. Mo'g'ulda Nuluk, o'rta turkda Olu bo'lib, hozirda bizda Olis, Yaponda esa asl varianti Naga saqlangan. Bunga fikringiz debdilar endi. Endi Naga so'zi Olis bir ancha uzoqda. Bir qarashda ikkov bitta negizdan deb ayta olmayman. Biri o'zakdan deyish qiyin. Proto Altay etnonimi. Proto Altay degani o'sha Oltoy tillar oilasining o'sha dibolarining lug'atida berilgan 2,5 mingta so'zdan bittasi. Endi u darajada fonetik o'zgarish bo'lishi ham mumkindir, lekin juda ham qiyin-da unaqa. So'zlarning mayli bitta ikkita harfi o'zgarsin. U darajada Naga bilan uzunni, olisni solishtirib ko'ring. Rahmat. Demak, davom etamiz, hurmatli muxlislar. Qiziq savollar. Oltoy o'lkasini 1824-yilda Nikolay I
6 oyliklarni cho'qintirish uchun missionerlarni jo'natgan va mana shunday hurmatli muxlis, shuning uchun aytamiz, balandparvoz gap emas, mustaqillikni qadriga yetish kerak. Juda muhim bu narsa. Juda ham mana cho'qintirish uchun yuborgan deyapti. Bizda ham sal qolgan-ku. Faqat hali Sovet davlati bir dinsizlar davlati qilib quramiz deb biroz mana shunday bo'lib qolgan. Xudo biladi, bu nima qilib yuborardi bular. Shunday. Endi rus olimlari qizig'i borki, mana shu tillarni saqlash, faqat Oltoy emasmi, ruslarning o'zining ichida ham oliyjanob odamlar ancha ko'pda. Mana shular uchun qayg'urib harakatlar qilayotganlar bor. Tasavvur qiling. Hop, Oltoy yozuvi oldin qaysi alifboda bo'lgan diyor. Endi u paytlar bundan 7000, 6000 yillar oldin yozuv bo'lmagan. Butun dunyo xalqlarida. İnsanlar yozuviga o'tganiga 5000 yil bo'ldi. Turkiy xalqlarda endi yozuv bir 2000 yildan beri bor desak, shu runiyda bular ayrilib ketgan paytda, Yapon, Koreys, Mo'g'ul bo'linib ketgan paytda yozuv yo'q edi. Endi turklarning o'zlari qo'llagan, ishlatgan alifbo O'rxun, Inasoy, run yozuvi endi qiziq savol bo'ldi. Oltoy tog'larida ancha uchrayapti. O'sha Oltoy atrofida yashaydigan turkiy xalqlarda muzeylarga borsangiz ham Oltoy o'sha yozilgan, ya'ni qadimgi turk run yozuvini ko'ramiz. Hayrat, mendan so'rashdi, urug'ingiz bormi? Endi xo'ja deymiz, endi xo'ja degan urug' yo'q, to'g'rimi? Ya aslida urug' bo'lishi ham mumkin. Urug' ham bo'lishi mumkin. Endi bo'lishi mumkin. Endi xo'jamiz shu ota bobomiz ham xo'ja deyilgan. Hammasi xo'ja, endi balki shu urug'dir. Endi Toshkentda yashaganimizda toshkentliklar ko'p urug'ini unutib yuborgan. Shaharda unutiladi, butun dunyoda o'zi aslida shunaqa. Shaharda shunaqa bo'lgan, unutib yuborganmiz. Yo, balki o'sha xo'ja urug'dir. Albatta, chunki qarang, xo'jalar ko'rinishida arablarga o'xshamaymi? Ba'zilar aytadi, xo'jalar bu to'g'ridan to'g'ri arablarning avlodi deydi. Bu narsa ham yaxshi o'rganilmagan, lekin qarang. Urf-odat, mentalitet, ko'rinish, hamma narsasi boshqa o'zbek urug'laridan farqi yo'q. Lekin xo'ja nimaga boshqa? U ijtimoiy tabaqa boshqa dedi, lekin balki shu yerda yashayvergan, shu yerning noni suvini ichgan, shunaqa o'zgarib ketgan. Yo'q, endi qo'shimcha ham bo'lishi mumkin, lekin ko'pchiligi mutlaq ko'p tomondan olib qaraydigan bo'lsak, boshqa o'zbek urug'laridan xo'jalarning hech qanday farqi yo'q-da. Shunday. Biz shu yerdamiz. Xo'p. Samarqandda qabristonda olov yoqish, qabrlar ustiga yegulik qo'yish udumi bor. Mo'g'ullarda ham shunday udum bor. Yaponlarda ham shunaqa udum bor. Bu Oltoy xalqlariga xosmi yoki so'g'dlardan qolganmi bizga debdilar? Yo'q, bu Oltoy xalqlaridan qolgan udum va nima? Hozirgacha masalan qabrni nimasiga bitta piyola yoki bir kosa qo'yib ketish bo'ladi, hatto suv bilan. Bu ani shumboladagi nima derdi? Piyolaga suv qo'yib qo'yasiz, yoniga shag'am qo'yasiz. Undan boshqacharoq qabr bilan o'ynashadi deydimi? Qabrni qarang, o'sha yaponlarda ham bor. Bu udum o'sha qadim oltoyliklarning birligini ham ko'rsatadi deyishadi. Arxeologik nimadan olib qarasa, etnografik tomondan. Ya'ni marhum o'sha ma'lum muddat o'sha nimada o'sha suvda ichib turadi degan bir tushuncha bor deydi. Hozir biz unday tushunmaymiz, lekin o'sha u yog'ini o'ylab ko'ramiz. Shunaqa odat bo'lgan. Ya'ni biz buni ichiga kirmaymiz, shunday udumi bo'lgan. Xo'p, Oltoylik olim Oltoyliklarni qirg'izlar degandi. Bu gap qanchalik haqiqatga yaqin? Bo'rontoy Yo'q, endi qarang, qirg'izlar ko'proq Sibirdagi xakaslar bilan nima? Nomi yaqin. Qirg'iz deyiladi. Xakas deb xitoycha aytilishi. Endi Oltoyliklarning ichida qirg'iz degan urug' bor. Bu o'sha qirg'izlarning o'sha paytdan ularning orasida qolib ketganmi, lekin Oltoyliklarni hammasini o'sha Sibirdagilarni bular faqat qirg'izlar deb bo'lmaydi. Bir qismi qirg'izlar. Hozir qirg'izlar toponim bo'lib qolib ketgan, lekin qirg'izcha bilan qozoqcha yoki qoraqalpoqcha yoki o'zbek qipchoqchasi juda ham o'ta yaqin bir-biriga, bilamiz. Bemalol tushunaveramiz qirg'izchani. Ummat turkiy tillari endi. Shunday. U ya'ni faqat ularni qirg'iz edi deb nima qilish bo'lmaydi, chunki o'zlari unday deb qaramaydi. Oltoy olimlar bitta ikkita balkim shunday qarashi mumkin, lekin o'sha Sibir xalqlarining ichida eng ko'p qirg'izcha bilan yaqin til bu Oltoy kishilarning tili. Domla Sekottakon, rahmat. Kelgusi kurslarda ko'rishguncha salom deng. Biz albatta bu tarixiy kurslarga qiziqamiz, hurmatli muxlislar. Bundan keyin kursda tarixchi Ixtiyor aka Esonov bilan fashistlarga qirg'in keltirgan katyushalar haqida bo'ladi. Salomat bo'linglar. Salomat bo'ling.